O'sha internetni portlatayotgan guruchlar. Ekranga yaqinroq o'tiringlar, sizlarga eng zo'r usullarimizni ko'rsamiz. Buni hali hech kim bilmaydi. Faqat bizga keladigan bolajonlarimiz buni bilishadi. Birinchi usul. Xullas, sizlarning uylarda ham skripka topiladi. Shu skripkalarni yashirib qo'yasizlar. Mundoq aylantirasizlar, lekin bekinib qoladi. Xullas, biz shu magnitimiz bilan guruchni aylantirib skripkalarimizni topamiz. Bu nima uchun desanglar, chunki bizning giperaktiv bolalarimizni diqqati tarqoq bo'ladi. O'shanda bularning diqqatini jamlab beradi. Xullas, ikkinchi usul. Menda kichkinagina qorni och, xafa, hech kim bilan gaplashgisi kelmaydigan quyonim bor. Hamma bilan o'ynash uchun bu quyonimiz ovqatlanishi kerak, menga o'xshab. Har bitta yo'ldan o'tish uchun bu quyonimiz ranglarni bilishi kerak. Keyingi yo'lga o'tish uchun bu keyingi rangni bilish kerak. Demak, yashil, qizil, sariq ham endi yeb qo'yadi-da. Endi bizlar bilan o'ynaydi. Tushundinglarmi? Mana ham qiladi, yeb qo'yadi. Shunga o'xshagan juda ham zo'r usullarimiz yana bor. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, o'rganaman desanglar, ikkinchi qismini kutib qolinglar. Kommentariyada yozish esingizdan chiqmasin. Vizatsiyani bosasizlar. Bosganinglarni direktga tashlaylar. Men bilay. Xayr.